أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله mana qissatun nihoya darsini keyingi bobiga o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlarga xitob qilgandek, katta yoshlarga ham quyidagi oyatlardan xitob qiladi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Avalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar va ja'akumun nadhir. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermadikmi? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Ibn Abbos roziyallohu anhu mana shu oyatning sharhida aytadiki, Alloh taolo senga axir 60 yillik umrni bermadimi demoqchi deydi. Ya'ni Alloh taolo qaysi bir kishiga 60 yil umr bergan bo'lsa, Alloh taoloning huzuriga borganda unga hech qanday uzr bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "A'maru ummati bayna 60 va 70." Meni ummatimning yoshi